Xo'p, aziz o'quvchilar, demak sizlar bilan birga hozir tabiiy fan darsida ajoyib bir ta'limiy o'yin o'tkazamiz. Bu ta'limiy o'yinimizning nomi 3 ta ma'lumotni top. Tushundingizmi? Hozir men sizga so'z aytaman. O'sha so'zga siz 3 ta ma'lumotni topishingiz kerak bo'ladi. Men 1, 2, 3 deb 3 gacha sanagunimcha 3 ta ma'lumot topishingiz kerak bo'ladi. Topolmasangiz keyingi qatorga o'tib ketamiz va keyingi qatorga o'tib mana shunday qilib jarayon ketadi. Qaysi qator ko'p ma'lumot topsa, demak o'sha qator g'olib sanaladi. Tushunarli bo'ldi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, birinchi qatordan boshlaymiz. Diqqat qilasiz, sizga bitta so'z aytaman. Demak o'sha so'z yoki o'sha gapga oid ma'lumot topishingiz kerak bo'ladi 3 ta. Tushunarli bo'ldi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa boshladik. Demak sizlarga asalari. Mana kim aytadi? Muhammadxon? Asal gul foydali. Juda yaxshi. Bitta bir ball yozib qo'yasizki. Sizlarga keldik. Sizlarni qatoringlar muzlatgich. Mana kim aytadi? Turdalieva. Sovutadi, muzlatadi, o'z holida saqlaydi. Mahsulotni o'z holatida saqlaydi. Yaxshi, ketdik. Sizlarga keldik. O'rik. O'rikka 3 ta ma'lumot ayting. Shirin. Shirin bo'ladi. Nanaga bor. Va kompot qilinadi. Kompot qilinadi. Ketdik. Yaxshi, davom etamiz. Birinchi qatorga keldik. Kitob. Kitobga ma'lumot ayting. Jahongir. 1, 2, 3 topamadingiz. Sizlarga keldik. Ruchka. 3 ta ma'lumot aytamiz tez-tez ruchkaga. Yozadi, siyohli. Va uchinchisi 1, 2, 3 topamadingiz. Ketdik. Keyingisiga o'tamiz. Xo'p, sizlarning qatoringizga keldik. Uchinchi qatorga beriladigan ma'lumotingiz daraxt haqida. Qani? 1, 2, 3. Qani ayting. 1, O'sadi. 2, ildizli. Mevali. meva. Ketdik. Keyin birinchi qatorga ketdik. Bizga bal yozib qo'yasizlar. Ketdik. Birinchi qatorga keldik. Keyingisi. Tuxum. Qani kim aytadi? Tuxumga ma'lumot Jahongir. Shiramiz, qaynatamiz, piroglarga solamiz. Shirinliklarga solamiz. Yaxshi, bir ball ketdik. Sizlarga keldik. Shar. Sharga 3 ta ma'lumot ayting. Qani Ibrohim? Pishiramiz. 1. Yog'iladi. Aha. Uchinchisi? Har xil rangda bo'ladi. Juda yaxshi. Ketdik. Ketdik. 3 sizlarga keldik. Sizga aytiladigan ma'lumotim ketdik. Quyosh. Ayting. Rahmanali. Ha. Saqlandi, Oh. ishtadi, nurli. Nur sochadi. Barakallah. Ketdik. Yaxshi. Birinchi qatorga keldik. Sizlarga Daryo. 2. Ayting. Suvli, katta, ko'k rangda. Yaxshi, ketdik. Keyingi qator. Sizlarga Gugurt. Gugurt. Azizbek. 1. Yondiramiz. Aha. Yondiramiz. 2, 3 topamadingiz 3 ta ma'lumotni. Ketdik. Bu yoqqa keldik. Sizga kelyapmiz. Ariq. Ketdik ariqqa. Ariq ma'lumotini bering, Farruh. Suv oqadi. Aha. Katta kichigi bo'ladi. Ham uzun. Uzun bo'ladi. Barakalla. Yozamiz. Bu qatorga keldik. Globus. Globusga 3 ta ma'lumot ayting. Globusda yer shari davlatlarni ko'ramiz. Xo'sh. 1, 2, Dengizlarni ko'ramiz. 3. Dengizlarni ko'ramiz. Uchinchisi? Uchinchisi Uchinchisini topamading. Bo'ldi, topamadinglar. Bu yoqqa o'tib ketamiz. Ketdik. Keyingisi sizlarga o'tdik. Bug'doy. Bug'doyga 3 ta ma'lumot ayting. Tayyorib. Un tayyorlanadi. Non tayyorlanadi. Uchinchisini topamadingiz. Bo'ldi, o'tiring. Ketdik, sizga keldik. Sizga aytadigan mahsulotimiz. Xo'p, ketdik. Bahorda birinchi ochilib chiqadigan gullar haqida. Gullarni ayting. Qani? Birinchi ochiladigan gullar haqida. Aha. Bochichak, keyin lola. Lola va uchinchisi? Lola, keyin atirgul. Yo'q, atirgul bahorda birinchi ochiladigan. Bo'ldi, birinchi savolga javob beraman. Siz ketdik. Sizlarga keldik. Anor. Qizil bo'ladi. Shirini ham bo'ladi. Dumaloq shaklda ham bo'ladi. To'g'ri, bir ball berasiz. Xo'p, ketdik. Sizga keldik. To'rtburchak shakldagi narsalardan ayting 3 tasini. Qani? Kitob, doska, televizor. Televizor. Yaxshi, ketdik. Sizga keldik. Xo'p, tog' haqida ayting ma'lumot 3 ta. Tez buni. Qani kim aytadi? Tosh, qor, keyin Toshli bo'ladi, qorli yog'ilgan bo'ladi. Barakalla. Va uchinchisi? tog'dan suv oqadi. To'g'dan so'q. Barakalla. Ketdik. Yaxshi, Rahimaxon. Bir ball yozing. Oxirgi urinishimiz ketyapti. Ketdik. Suv haqida. 1, 2, 3. Ma'lumot yo'q. Ketdik, bu yoqqa o'tib ketamiz. Ayiq haqida ma'lumot. Qani, Ibrohim? Qushturuq yeydi, asal yeydi, go'sht bor. Yaxshi, barakalla. Bir ball yozib qo'ying. Sizlarga keldik. Sizga beriladigan, aytadigan ma'lumotingiz chiroq. Ayt. Yog'itadi. Keyin 1, 2, 3 topamadingiz. Bo'ldi. Endi esa natijalarga qaraymiz. Natijalarga qaraymiz. Birinchi qator 4 ta, ikkinchi qator 4 ta, uchinchi qatorimiz esa
5 ta ma'lumotni to'g'ri aytishdi. Berilgan savollarga 3 ta ma'lumotni to'g'ri aytishdi. G'olib bo'ldi. 3-chi xatirga qarshi jalb qilamiz.